Do'stlar, mana mototsikl, skuter, mopedlar. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Bularning hammasini videosi bor. Bular sotilmayapti. Metallomlar hech kimga kerak emasmi? Hozir o'zini puliga bo'lsa ham narxini aytib o'tib ketaman. Kelib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib olaverasiz. Bu Vazxod zavodskiy kraskaga balonlari yangi, spitsalar hali sap-sariq bo'lib turibdi. Motorlari zo'r, karbyuratorlarni yangi qo'yganman. Yangi amortizatorlar, ikkita rossiyskiy yangi balon. Hech qanaqa aybi yo'q, hamma narsasi ishlaydi. Dokumentlari tiniq. Meni o'zim $500 berib o'sha pullar 6 million bo'laydi. Olib kelganman. 6,5 million bo'lsa beraman. G'ijduvondan olib kelganman. Yo'l kirosi bilan o'zimga 6,5 turibdi. 6,5 bo'lsa beraveraman. Haydab ko'rasiz, ma'qul bo'lsa olib ketasiz. Tank skuter ham xuddi shunday. O'zimga 4,5 ga turibdi. Mana kaska qo'shib beryapman 5 million. Kaska ham qo'shib beraman, 100 ming o'tib beraman. 4 million 900 bo'lsa kelasiz, haydab ko'rasiz. Hozir zavod qilmoqchi desam, akkumulyator ham o'tirib qolibdi. Anchadan shar yotibdi, bachalar teginib, yonib qolib ketganmi, ish qilib zaryadkaga qo'yib, hammasini zo'r qilib qo'yaman. Kelib haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketasiz. Yomon emas, minib yurishga zo'r, hamma narsasi ishlaydi, balonlari zo'r. Endi hozir qo'limdan kelguncha chang-pangini artdim. Bunday bez problem, kaliti burasiz, yonadi, haydab yurasiz. Chotki 4 million 900, mana shu kaska ham qo'shib beriladi. Mana bular yangi qo'yilgan ekan. Qutichalari zo'r. Mana bu moped, Lifan mopedcha, 110 lik motor, bexarajat, hamma narsasi ishlaydi. Bu meni o'zimning mopedim edi. Motorlari gulshiter, provodka, mana taqir-tuqirlar yangi qo'ygan edim. Motorlari ochilmagan. Zo'r. Puli 4 million bo'lgani. Shu iltimos olikon bo'lsanglar telefon qilinglar. Kimga kerak bo'lsa, shu maslahatlashib, olikon bo'lsanglar, shu manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Shu kelib, ko'rib, ma'qul bo'lsa, keyin labo-pabo topib, olib ketaverasiz. Itkari berish, variantga bo'lib berish, bunaqa narsalar yo'q. Og'aynilar, olikon bo'lsanglar, maslahatlashib telefon qilinglar, bekorga bezovta qilmanglar, iltimos.